Haydang. Bo'ldi. Mana. Ya aka bu yoqda ko'p-ku. Ha, qo'yavering, bolalaringizga to'rsiq shashlik olib berasiz. Rahmat aka, siz zo'rsiz-da. Aya, bugun ham qotgan oyimizmi? Xo'jayin, oyligimni so'rab chiqdim. Keldingmi? Mana. Xo'jayin, bu yoqda ko'p-ku. Olur, bolam kasal deyotganding. O'shanga ishlatsan. Rahmat xo'jayin, siz zo'rsiz-da. Aka, bachalarimga non puli bering. Mana. Ibi ko'p-ku. Bolalaringizga issiq kiyim olib berasiz. Ha, keldim. Ibi aka zo'rkisiz. Opa, siz ham noskingiz yirtilib qoptimi? Meniki ham. Mana bu senga. Voy, buncha chiroyli. Opa, iltimos, salfetka oling. Borib tur. Bu hali hammasi emas. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan senga xonadon olib qo'yganman. Bu senga sovg'a. Rostdan. Amaki, iltimos, salfetka oling. Senga borib tur deyildi. Qizim, Dadajon, Voy, bir umr mezbondan uy olishni xohlagandim. Rahmat hayotim, siz eng zo'risiz. dadajon, 3 oydan beri to'yib ovqat yeganimiz yo'q. Har safar aliment to'lashda pulim yo'q deysiz. Endi bildim, siz hammaga yaxshilik qilib yurarkansiz-da. Bu opam to'g'ri aytdi. Rostdan ham siz eng zo'risiz, dadajon. Eng zo'risiz, dadajon. Noming o'tsan seni yovuz ajralash, sen to'kkan ko'z yoshlari hovuz ajralash.